Gazabloylar chiqish jarayoni mana chiqyapti. Xohlasa bu yerda mana quyilgan gazabloylar, mana holatlari. Bu yerda anaqalar, mana chiqqanlari, hali quyilyapti. Mana chiqqanlari bor, mana chiroq qilib terilib qo'yilgan, mana ko'rilayotgan bo'lsa. Avtomobilimiz muammo bor ekan, avtomobilimizni to'lagani keldi. Masalan, lazer orqali egasi aytmasa biz o'zimiz kelaveramiz, to'lab. Xohlasa chiroq qilib ketyapmiz. Video qo'shib qo'yaman, lazer. Mana haqiqiy anaqa brendligicha mana, bizdan. Anchaga qarang. Mana avtomobilimiz kelamiz, telefon nomerlari qo'yib qo'yasiz, telefon nomerlari orqali aloqaga chiqib olasizlar. Akamiz jo'nat, aka qalay aparat yaxshilayaptimi? Marhamat qayerga o'rnatdi? Andijonda marhamatiga o'rnatdi. Gazabli mahsulotlar kerak bo'lsa aytaverar. Kuniga nechta chiqarib bera olasiz hozircha? Hozirda 500-600 ta donagacha chiqarib beradilar. Narxlari kelishilgan holatda shu 14 ming so'mdan tortib 22 ming so'mgacha kelishilgan holatda narxini chiqarib beraveraman. Kelib ko'rib tanlab olaverasizlar. Kачествосida olsa aka yaxshi holatda ekan. Mana ko'raverasizlar, ko'rib olib olaverasizlar. Pul o'tkazish, narx qo'ygan anaqalar bilan ham ishlayveradi aka. Mana shu yerda mana katta zavod, mana shu Gazabloy uchun